Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana biz Andijonda Ko'makay degan joydamiz. Mana ko'rib turganingizdek, tunikafon ishlarimiz juda ham go'zal holatda bo'lib chiqyapti. Alkafon sifatga o'xshab chiqyapti do'stlar. 0.35 qalalik tunikadan foydalanyapmiz. Oqqa va mokri tillalar aralashtirib qilib bermoqdamiz. Mana bu yerda darvozaxonamizda 1 metrga perikosi bor. Xudo xolasa buni ham ertadan reka to'qishda boshlaymiz. Xudo xolasa qanday go'zal holatda shu perikos joyimiz qanday go'zal holatda chiqqanini o'zingizlar baho berasizlar. YouTube kanalimizga albatta joylaymiz. Mana bu ichkari shapkalarini ham mana ko'rib turganingizdek juda go'zal holatda bo'lib chiqyapti do'stlar. Agarda tunikafon xizmati kerak bo'lsa, bemalol bizning raqamimizga bog'lanishinglar mumkin. Biz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha xizmat ko'rsatmoqdamiz. Hamma xarajati ichiga oladi. Ichiga olmaydigan narsasi kabeli bilan lampochkasi olinmaydi do'stlar. Qolgan hamma yo'g'ini o'zimiz xizmat ko'rsatmoqdamiz. Siz hech narsa olib bermaysiz. Hamma yo'qni o'zimiz olib kelib, stanovka qilib o'rnatib ketamiz do'stlar. Agarda tunikafon xizmati kerak, o'zi kerak deydiganlarga ham tunikafonimizni tayyorlab beramiz. Bizning manzilimiz Asakada, Ulug'bek ko'chada, Eski Oqo'zavod mahallasida. Bemalol bog'lanishinglar mumkin. Sizlar bilan ustaxona sher bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.